Hammaga salom. Ko'chada yomg'ir. Ishxonaga keldik, ertalabdan beri svit yo'q. Mas'ullarga telefon qilsak, bu deydi, biza buyruq olganmiz shunaqa deydi. Bu kim qanday buyruq olgan, qanaqa buyruq bergan bularga? Shuncha ish to'xtab turibdi mana. Ishda qilish kerak to'xtab qolgan. Tajmas ko'chadagi svetoforda ham svit yo'q. Kim javob beradi? Hech kim bilmaydi. Otanga bor, menanga bor. Mana svetofor ishlagan yo'q. Bunga bor, bunga bor. Limitni qo'ydilaringni. O'shanga yarasha svit beradilar xalqqa. Elektr energiya 21-asr. İşlab bo'lmay qoldi, yashab bo'lmay qoldi. Hamma narsa elektr energiyaga bog'liq hozir. Xolodilnikka magazinlar bor, xolodilnikka qo'ygan narsasi achiydi. Shuncha ish to'xtab qolgan. Zamikayni deydi. Qanday yopiq kabel mana? Qanday yopiq kabelda zamikayni bo'lishi mumkin? Yopiq kabel ko'rsam, ha deydi, bizga deydi shunaqa buyruq berilgan deydi, shu bilan o'chiryapmiz deydi.